Ikkinchi taklifing nima dedi? Ikkinchisi an-nizal. Men bilan urush dedi. Shunda Amr hayron bo'ldi. Men biron kishi mendan qo'rqmasdan meni urushga chorlaguncha yashayman deb o'ylamagandim dedi. Aytdi-ku, uni ismini eshitib qochib ketardi jang maydonida. Odamlar, bu yosh bola chiqib turib urush men bilan dedi. Amr otidan tushdi-da, qilich bilan urdi, otini o'ldirdi. Chunki hamiyat, g'urur, bu piyada tursa bu otda turishini o'ziga or deb bildi. Ey birodarimning o'g'li, ortingga qayt. Men seni o'ldirishingni xohlamayman. Ali aytdi, ammo men vallohi seni o'ldirishingni xohlayman dedi. Mana endi jang boshlandi. Ali roziyallohu anhu qatnashgan 3-jang bor yo'q. Badr, Uhud. Endi Amr ibn Vudning 5-jangi bu. 50 yil, 60 yillik tajribasi bor. Ali roziyallohu anhu ga ko'tarib turib qattiq zarba berdi qilishi bilan Alining qo'lidagi qalqoni yorilib ketdi va yumalab ketdi bir necha marta. Turdida Amr ibn Vudning atrofida Ali aylanishni boshladi. Shunday bir qattiq jang bo'ldi, qilinayotgan harakatlar, berilayotgan zarbalardan chang ko'tarildi. 1 soat yaqin yerda jang qildi, changda orasida nima bo'layotganligi ko'rilmas edi. Musulmonlar ham, mushriki ham ikkala taraf bu ajib mubolazani nima bilan yakun topishini kutib, asablari tarang bo'lib turdi. Hech kim hech narsani ko'rmayapti. Shu vaqt chang orasidan Allohu akbar takbir eshitildi. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedi, musulmonlar takbir aytdi, changning ichidan Ali roziyallohu anhu g'olib holda chiqib kelardi. Ali roziyallohu anhu Amr ibn Vudni yer tishlatgan edi. Qarang, Amr ibn Vud bilan birga o'tganlar Amirni o'ldirilganini ko'rgandan keyin Xandaqdan orqaga qarab qochib olishdi, endi sakrab o'tib ketishdi o'zi tomonga. Ulardan ayrimlar o'tib ketishga ulgurdi, ammo Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu ana shu mushriklardan bittasini quvib yetdi-da, sakrayotgan payti oti bilan Xandaqdan yelkasiga qilich bilan urdi. Zarbani qattiqligidan qilich ikkiga bo'lib tashadi, egarga kelib to'xtadi. Ot o'tib ketdi, bu mushrik ikkiga bo'linib Xandaqqa tushdi. Buxoriydan keltiriladi, Abdulloh ibn Zubayr aytadi. Otam Xandaq kunida Nafal ibn Muaviyani qilich bilan ikkiga bo'lib tashaganini ko'rdim dedi. Shundan keyin hech kim Xandaqdan o'tishlikka jur'at qilmadi. Mushriklar payg'ambarimizga odam jo'natib, ana shu ikkala kishini jussasi uchun 10 ming kumush beramiz deydi. Chunki bu ikkalasining hurmati haqiqatan baland edi, 10 ming berishlikka tayyor o'ligiga. Payg'ambarimiz och bo'lsa ham, payg'ambarimiz usti yupun bo'lsa ham, Rasululloh kambag'al bo'lsa ham